Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Abdurahmon Abdurahim. Esingizda bo'lsa, 10 kun oldin men Telegram kanalimda challenge boshlagan edim. 10 kun shorts video qo'yaman. BMG yo'nalishi bo'yicha qanaqa natijaga chiqamiz, qayerda xato va qayerda to'g'ri ish qilganimni sizlar bilan endi bo'lishadigan vaqt keldi. Bu meni birinchi videom. O'rtoqlar ko'rayotgan bo'lsanglar, o'ng tomonningisiga men rang berganman, чтобы yarki nasishni chiqishi uchun bu ko'zga приятный bo'ladi deb o'yladim. Va bu 12 soatda 279 ta like va 3 ta kommentariy olib keldi. Prosmotr 28500 ko'ryapsizlar o'rtoqlar. 43 ta подписчикам olib kelgan va удержанияsi 93%. Udержанияsi yaxshi, lekin prosmotr kamligi uchun men shubhalandim va o'yinga osmon qo'shdim. Ko'ryapsizlar, osmon ham ancha o'zicha rang qo'shyapti va keyin men ranglarni sal приятный qilishga harakat qildim, yaxshilab qaragan hol. Bundan oldingi videomda vashta burkalib ketgan edi. Ikkinchi videom menga 219 ta like olib kelibdi va 35000 prosmotr olib kelibdi. Birinchisiga qaraganda 10000 ta ko'p. Bu juda yaxshi deb o'yladim va menga 23 ta dona подписчик kelibdi. Bu kam, lekin bu prosmotr uchun. Udержанияsi 101%. Udержанияsi baland, lekin nima uchun prosmotr yana kam? Va men har bitta tarvuz ichiga chiroq o'rnatib chiqdim. Tarvuzlar alohida dona-dona ko'rinish uchun. Videoni orqaga qaytarib ko'rsangiz ham bo'ladi, eski tarvuz qanaqa ko'ringani va shuni men kamchilik deb o'yladim. O'rtoqlar, ko'rishingiz mumkin, 3-video 30000 prosmotr va 215 ta dona like olib kelgan. 31000 desam ham bo'ladi, chunki 30970 ta 30 ta dona подписчик olib kelibdi. O'rtoqlar, bu juda ham kam. Udержанияsi 95%. Bu degani 95% odam videoni oxirigacha ko'ryapti degani o'rtoqlar. Udержанияsi yaxshi, video qiziq, lekin nima uchun prosmotr o'smayapti? Va menda xatoyim, mashina urilgandan keyin juda ham ko'p qolib ketyapti. Mashinadan mashinaga almashish kadri juda ham sekin, ko'p vaqt talab qiladi deb o'yladim va kartadan odamlar zerikkan deb o'yladim va ikkalasini birdaniga o'zgartirdim. Tezroq kesdim videolarni va kartani alishtirdim. Ssenariysi ham ancha farqlanib ketdi. Va bu 4-video ko'ryapsizlar, 29000 ta prosmotr olib kelgan, 196 ta dona like va o'rtoqlar подписчик 26 ta dona. Bu juda kam, ammo prosmotr почти 30000 taga yaqinlashib qolibdi. Udержанияsi ham 101%. Lekin nima uchun video yorib chiqmayapti o'zini qobig'ini? Keyingi videoda o'rtoqlar rang va настроение berish uchun mana bunaqa speed bumplardan foydalandim va kulgili ovozlarni ishlatishga harakat qildim. 5-videoga ham yetib keldi o'rtoqlar, ko'ryapsizlar, 177 ta dona like va 31000 ta prosmotri bor. Kiramiz va 31800 obunachi 23 ta dona kam. Udержанияsi 97%. U ham yaxshi, lekin nimagadir yana o'smayapti. YouTube meni yorib chiqishi uchun obunachi yoki bo'lmasam like'lar soni yetmayapti. O'shani hisobidan hamma videolarimdan farqlanadigan ish qildim hozir. Mana bunaqa narsa qo'shganman. Bu narsani green screenini YouTubedan topa olmadim. O'shaning uchun o'zim yasab oldim. Kimga kerak bo'lsa bemalol yozinglar. Balki men topa olmagandirman. To'la yaxshi foyda berdi. 443 ta dona like bo'ldi va prosmotrim peak darajasi 33000 ta prosmotr bo'ldi. Kirib ko'ramiz. Va 71 ta dona obunachi ham olib kelibdi o'rtoqlar. Endi 7 va 8-videoni bir baravariga arzor qilib ketaman. 7-videoda men o'yladim, balki muzika zerikarli bor. Menimcha muzikani alishtirish kerak deb o'yladim va muzikani alishtirdim. Natija yomon, 239 ta dona like va 3 ta dona kommentariy. Keyin sekin o'zimiz Sigma bo'yimga o'tib oldim. Va 8-videoda 33000 ta va 482 ta dona like bor. O'z holiga qaytib oldi. 9 va 10-videom o'rtoqlar. Umuman boshqa muzika ishlatilgan, ko'ringlar. Shu bilan mana 10 kun o'tdi va 10 kunlik natijalar. Shu bilan men to'xtamayman, yana bir oy video qo'yaman. Kuzatib qo'llab-quvvatlab boringlar. Undan tashqari men boshqa kanallar yurg'izaman. Kanalim основной long yo'nalishida, flatfet yo'nalishida video qilaman. Qiziqqanlar bo'lsa lichkamga yozinglar, rezultatlarim bilan bo'lishaman. Men xafa emasman, shunchaki 10 kun yetmadi deb o'ylayman men uchun. Videoni oxirigacha ko'rganinglar uchun rahmat. Kommentariyaga izohinglarni bildirib ketinglar.